Mutolaada marra tizimi nima va u qanday ishlaydi? Hozir bu videoda men sizga mana shu tizimni taqdimot qilib beraman. Marra bu sizga kitob o'qish odatini shakllantirishga yordam beruvchi tizim hisoblanadi. Ya'ni siz har kuni 5 daqiqadan kitob o'qish orqali marralarga erishib borasiz va bu marralarga erishganingiz uchun biz sizga turli xil sovg'alar berib sizni rag'batlantirib boramiz. Siz har kuni kitob o'qish orqali doimiy marralarga erishib borar ekansiz, siz ilovamizda bir nihol ekasiz. Va doimiy kitob o'qib boraverganingiz sari ushbu siz ekkan nihol o'sib, unib boradi va u bir kun kelib daraxtga aylanadi. Daraxtlaringiz ko'payib bir kichik bog'ga aylanadi va bu bog'ingiz kelajakda katta bir donishmandlik bog'iga aylanib, mutolaa ilovasida sizning o'zingizning yashil makoningiz shakllanadi. Va bu yashil makonni shakllantirish uchun esa sizdan faqatgina har kuni eng kamida 5 daqiqa kitob o'qish talab qilinadi. Marra tizimidan biz qanday foydalanishimiz va kuzatib borishimiz mumkin desangiz, men hozir sizga ko'rsataman. Avvalo mutolaa ilovasiga kiramiz va asosiy sahifani o'ng qo'lda yuqori qismida marra belgisi turadi. Mana o'sha belgini bosib kirganimizda bizda marraning sahifasi ochiladi. Bu yerda bizga bugungi o'qishimiz kerak bo'lgan reja, bizning faolligimiz, bizning natijalarimiz va biz yaratayotgan yashil makon, biz erishgan yutuqlar va bizni kutib turgan erishishimiz mumkin bo'lgan yutuqlar ko'rsatib boriladi. Eng qizig'i, marrada siz boshqa kitobxonlar bilan bellashishingiz va buni kuzatib borishingiz uchun marraning maxsus reytingi ham joriy qilingan. Marra reytingida siz o'zingizni faolligingizni kuzatib borishingiz va ilovadagi barcha boshqa kitobxonlar bilan haqiqiy bellashuvga kirishishingiz mumkin. Ya'ni marrada siz necha kun ketma-ket kitob o'qidingiz. Kitob o'qish odatiga necha kundan beri amal qilib kelyapsiz. Mana shunga qarab sizga o'rin berib boriladi va bu o'rinlar har kuni yangilab boriladi. Siz kechagi o'rningizdan ko'ra yuqoriladingizmi yoki pastroqqa tushib ketdingizmi, buni ham har kuni sizga ko'rsatib boradi. Marraning yuqori reytingida esa uzluksiz ravishda eng uzoq muddat davomida qoldirmasdan kitob o'qiganlar ro'yxati shakllantirib boriladi. Ana endi jazo tizimi haqida. Siz agar har kuni kitob o'qib borib, bir nihol ekib, uni o'stirib, undirib borsangiz va qachondir ketma-ket kitob o'qimay qo'ysangiz, ilovada faol bo'lmasangiz, siz ekkan nihol so'nib qoladi va barchasi qaytadan boshlanishiga to'g'ri keladi. Ushbu tizim kitobxonlarga kitob o'qish odatini shakllantirish va yanada ko'proq kitob mutolaa qilishga yordam berishiga ishonamiz. Marrani mutolaadan boshlang.